Bayden hökuməti əgər Xitay bilan bo'ladigan iqtisodiy söhbətdə Xitayni özü vədə qılğan Amerika tovarları, energiya və mülazimətlərini setib alışqa qoyil qılmasa, o halda Xitayğa yangi tamojna beji jazosi qo'yadi ekan. Oshkorlanishicha, Xitoy Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trump mezgilida yo'lga qo'yilgan birinchi bosqichliq savdo kelishimiga asosan Amerikadan import qilingan mallarni ko'paytirganligi haqida va'dasida turmagan bo'lib, 200 milliard dollarlik setib olish nishonining 60% mi o'rindalmagan ekan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev bilan ko'rishgan bo'lib, ikkilan bu yil yanvarda Qozog'istonda yiqilg'i bahosining o'sishi sababidan kelib chiqqan voqealarni muzokara qilgan. Putin davlat vaziyatining yaxshilanganligini ko'rsatib, Rossiyaning kollektiv bexatarlik shartnomasi tashkiloti doirasida Qozog'istonga askar avatganligini baholab o'tgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian, Amerika, Avstraliya, Yaponiya va Hindiston qurgan to'rt taraflik bexatarlik dialogi diplomatiya ministrlari yig'inining kun tartibiga baho berdi. Zhao Lijian Amerikani ideyaviy siziqni asos qilib guruhga tashkillamoqchi deb aybladi. Yerlik taratqularning xabariga qaraganda, Efiopiya poytaxti Addis Abebada o'tkazilgan Afrika ittifoqi boshliqlar yig'inida Xitoy bilan bo'lgan munosabatni yaxshilash uchun qadam tashlangan. Afrika ittifoqi tashqi ishlar ministrlari qurgan ministrlar kengashi yig'inida o'tirg'a qo'yilgan taklif doirasida bu yil Xitoy poytaxti Beyjingda doimiy ishxona ichish qaror qilingan. Xitoyning Twitter deb atalgan ijtimoiy supsi Weibo qishloq olimpik tanarkachilarni nishon qilgan to'g'ri hujumidan keyin 2000 dan ortiq hisobotni cheklaganligini va kam deganda 71 ming yozmani o'chirayotganligini e'lon qildi. Weibo qaysi tanarkachilarning nishon qilinganligini aniq aytmagan bo'lsa-mu, ammo bu harakat Amerikada tug'ilgan Xitoy muz telish mohiri Joyi to'g'risidagi talash-tartishlardan keyin elib berilgan. Germaniya Tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock Isroilning ishg'ol qilingan rayonlardagi yangi qonunsiz o'ltiroq rayonlarining ziyonli va xalqaro qonunga zid ekanligini aytdi va Isroiliya Falastin masalasidagi ikki davlatlik hal qilish chorasini ta'kidladi. Baerbock Isroiliya, Falastin va Iordaniyani o'z ichiga olgan rayon ziyoratining birinchi bekitida G'arbiy Yerusalimda Isroiliya Tashqi ishlar ministri Yair Lapid bilan ko'rishdi. Beyjing qishloq olimpikida Uyg'ur tanarkachi qizning mash'al ko'targanligi xalqaro jamoat fikrining diqqat nuqtasi bo'lib o'tgan bir mezgilda 2008-yildagi Beyjing olimpikida mash'al ko'targanlardan ba'zilarining lagerda yoki turmada ekanligi ijtimoiy axborot vositalarida o'tirib qo'yildi. Norvegiyadagi faoliyatchi Abduvali Ayubning o'tgan hafta Twitterda inkos qilishicha, o'zining bir jiyani va Urumchi shahri Saybog' rayonlik madaniyat tarbiya idorasining boshlig'i Adil Abdurahim 2008-yildagi Beyjing olimpikida mash'al ko'targan ekan. Lekin ularning ishkalisi hozir tutqunlik ekan.